Bu mening akkauntim Behruz futbol va bu mening birinchi uzun videoyim. Shunchagacha shorts qo'ydim. Mana shu o'yinni bugun sizlarga obzor qilib o'ynab beraman va ko'rsataman. World Soccer Champs. Mana play, practice, profile, museum, shop settings about. Короче, karyera qilsanglar bo'ladi. Mana biz Angliya qilamiz. Chipkham United ketdi birinchi o'yin mana. Bu Departures bor. Futbol sotsa bo'ladi yoki sotsa bo'ladi futbolchilar. Mana bittasi sotdik bittasini. Mana bu yerda futbolchilar olsa bo'ladi. Hozircha bizga kerak emas. Bu birinchi o'yinimizni o'ynab olaylik. Mana continue bo'lsa o'ynab ketadi. Mana biz jamoa juda ham slabi, kuchsiz. Ketdi birinchi o'yinimiz. Mana continue bo'lsamiz, o'zlari o'ynaydi. Skip qilsak ham bo'ladi. Chisti. Mana o'zlari o'ynab tashlaydi. Ko'ramiz, yutamizmi yo'qmi. Ular yutdi, bo'ldi, qoldik. Demak, hali jamoani kuchaytirish kerak. Va sizlar obuna va like bosib ketinglar, poddershka qilinglar. Boshlandi mana. Qaysi futbolchi o'tibdi bizga? Bu futbolchilar mana. Ro'q degan 90lik ketdi. Bizga arendadan eng yaxshi narsa kerak. Mana ikkinchi o'yinimiz ketdi. Tez o'ynab olaylik. Bu do'stona o'yiniga mana friendly degan pastda, tepada. So'rashdim. 1-0, 2-1. 2-1 yutdik. Yaxshi. Bu Super Kup final. Liverpool yutdi. 10 daqiqacha bo'lsa kerak bu video. Chunki birinchi videoyim uncha uzundan bu ketmasin. Ketdi mana. Qaysi o'yinchilar bizdan ketmoqchi? Bu futbolchi ikkita klub ketmoqchi ekan. Mana bu klubga sotaveramiz, puli ko'p ekan. Mana qaysi futbolchi olish kerak edi? Любовьda futbolchi olamiz, lekin hamma nima ham slabida futbolchilar. Eng slabisi kim? 48 mana o Fasuito Zashnik. Slab ekan-ku. Zashnik tanlaymiz. Pulimiz qancha? 65-70 olaylik, yetsa kerak. Pul emas, 1 millionmi? Yetmaykan. 60-65 qilaylik. Mana 130 ga olamiz bitta futbolchi. Andre Nelson. Oladimi? Yaxshi. Bo'ldi mana. Andre Nelson new transfer, yangi o'yinchi keldi klubga. Mana va buni qo'yamiz 48 o'rniga. Keyingi o'yinimiz mana National Cup. Endi bu o'yin do'stona o'yin emas. Anfield Unitedga qarshi Chipkham United. Bu Chipkham United bizmiz ketdi mana. Endi skipsiz o'zimiz o'ynaymiz. Biz trener bo'lib ular o'ynaydi. To'g'ri, vaqt tez o'tadimi? 5-minutdan o'yin bizga ularda moment ekan. Gol bo'lmadi. Sal qoldi lekin. Sal qoldi. Bizda moment ketdi. Bunday qilsa tezroq yuradi. Eshitanga tegdi. Dabibanya gol 1-0. Ro'q urdi. Bo'ladi moment. Biz zashat qilishimiz kerak. Yaxshi zashat qildi. Молодец. Bizda moment ketdi. Moment bo'lyapti, просто uni urish kerak-da. Ikki-nol, yaxshi gol. Gol takrori. Yaxshi urdi. Yaxshi o'yin ekan. Hammaga maslahat beraman, Wi-Fi siz chot ketadi lekin. Hamma telefonga bo'ladi. Nomini ko'rdinglar. Aytdim 3-0 hat-trick qildi. Ketdimi shans. Bizda moment bo'lyapti 3-0. 4-0 ham bo'lishi mumkin desam bo'ladi. 4-0. Yana bizda moment unchalik slab emas.
5-0. Вообще. Yana bizda moment. Yo-mayo. 6-0. Endi va nihoyat bo'ladi moment. Zashit qilmasa ham bo'ladi. Ursa ham 6-1 bo'ladi, lekin shuni ham urolmadi. Urolmadi. Bizda moment. Yetti nol. Judayam slab ekan, juda yarda. Shunga deydi. Shu o'yindan keyin sizlar bilan xayrlashaman. Juda ham uzun bo'lib ketdi videomiz. Keyingi uzun videolarda ko'rishamiz. Hozir o'ynab olaylik. Yaxshi o'yin ekan, lekin hammaga maslahat beraman. Qisqacha obzor bo'ladi bu. Uzun ham bo'lmas, qisqacha va aniq. Obuna va like bosib ketinglar. Tugasimcha momentga to'la o'yin bo'ldi, lekin bitta ham urolmayapti bular. 8-0. Jo'larda uzun bo'lib ketdi-da o'yin. 8-0. Hammaga xayr. O'zinglarni asranglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Mana 8-0 bo'ldi, biz yutdik. Obuna va like bosib ketinglar, tezroq 100 ta bo'laylik. Mening akkauntimga obuna va like bosib ketinglar. Hammaga xayr, ko'rishguncha.